Instagram obunachilarimizdan biri mana shu savol beribdilar. Demak, ishlanish tartibi bilan sizga tushuntiramiz. Qarang. A taqsim B plus C plus B taqsim A plus C plus C taqsim A plus B teng 9 ga A kvadrat taqsim B plus C. Qisqasi mana shu 3 ta tenglik bir-biriga berilgan. So'ragan 1 minus A minus 1 ning kvadrati qo'shilgan B minus 1 ning kvadrati qo'shilgan C minus 1 ning kvadratini toping degan savol ekan. Demak, yechim buni ishlanish yo'li A plus B plus C ga buni ham ko'paytiramiz, pastdagini ham ko'paytirib olamiz. Demak, ko'paytirganimizda bizaga mana bu ifodani A si bilan A ko'payadi, A kvadrat taqsim B plus C va B plus C bilan A ko'payadi, A kara B plus C taqsim B plus C bo'ladi. Keyin bu ifodani yana bunga ko'paytiramiz, mana holatda keladi. Keyin bu ifodani bunga ko'paytiramiz, bu holatda keladi. Teng 9 A plus B plus C ga bo'ladi. Demak, hadma-had bir bilan bo'laversak, A kvadrat taqsim B plus C bu bilan qisqaradi, A ni o'zi qoladi, bu bilan bu qisqaradi, B ni o'zi qoladi-da-yu, bu bilan buni keyin yozamiz mana. Demak, buni ham xuddi C kvadrat taqsim A plus C va buning bunga bo'lsak, qo'shilgan C qolgan 9 A plus B plus C ga bo'ladi. Mana bu narsalar bizaga berilgan 32 teng ekanligi. Undan oldin ko'paytirmasdan oldin 32 teng berilgan 32 ni qo'ydik. A plus B plus C ni bu tarafga o'tkazdik 9 dan. Demak, A plus B plus C ni aytib bersak 8 ta qoladi va 8 ga 32 ni 8 ga bo'lsak A plus B plus C 4 ekanligi keladi. Endi xuddi mana ikkinchi ifodani ham A plus B plus C ga ko'paytiramiz. Har biri bilan ko'paytirib chiqsak, bizaga A kub taqsim B plus C qo'shilgan A kvadrat qo'shilgan B kub taqsim A plus C qo'shilgan B kvadrat qo'shilgan C kub taqsim A plus B qo'shilgan C kvadrat teng 32 A B C ga bo'ladi mana. Demak, mana bu yerda kasrlarning yig'indisi berilgan mana. 122 ni qo'yib ketdik. A kvadrat qo'shilgan B kvadrat qo'shilgan C kvadrat qoladi. 32 kara 4 deb yozdik, chunki biz oldin 4 ekanligini topganmiz. Shunda mana bu 128 ni beradi, ayirib tashlasak 6 bo'ladi. A kvadrat qo'shilgan B kvadrat qo'shilgan C kvadrat teng 6. Demak, A plus B plus C 4 ekanligi ham bor va buni 2 ga ko'paytiramiz va bir-biridan ayirib tashlasak, A kvadrat ayrilgan 2A, bu bilan buni birinchi yozamiz. Keyin B kvadrat ayrilgan 2B, C kvadrat ayrilgan 2C teng minus 2, ya'ni 6 ayrilgan 8 ga. Shunda buni to'la kvadratga olib kelsak, A minus 1 ning kvadrati, endi 1 ni qo'shamiz. B minus 1 ning kvadrati, C minus 1 ning kvadrati teng mana bu yerda 3 ni qo'shamiz, bu yoqqa ham 3 ni qo'shamiz. Mana shu holatdagi ifoda kelib qoladi bizaga. Demak, misolning javobi 1 ekan. Bizdan uzoqlashmang. Bundan ham yaxshiroq savolni siz bilan ulashishda davom etamiz.